Ko'pchilik ingliz tilini o'rganayotganda o'zi har yil boshida biz maqsad qo'yamiz, ingliz tilini bu yil точно o'rganaman zub deb, lekin baribir nimagadir odam o'rgana olmaydi. Vaholanki internetda kurslar tiqilib yotibdi, video kurslar tiqilib yotibdi. Telefonga applicationlar bor, har xil Duolingo nima. Shunga qaramasdan baribir o'quvchilarda natija yo'q. Buni yagona sabab shundaki, o'quvchilarda konkretni bitta reja yo'q. Bugungi videoda men sizlarga ingliz tilini o'zingiz mustaqil o'rganishingiz uchun real ish beradigan self study plan qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Avvalambor self study plan o'zi nimaga kerak? Ko'pchilik o'ylaydiki, men oddiy YouTube'dagi videolarni ko'rib yursam yoki kuniga prosta so'z yodlab yursam yoki prosta quloqimda naushnikda podkastlarni eshitib yuradigan bo'lsam, ingliz tilim oshib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu unaqa prinsip bo'yicha ishlamaydi. Tilni yaxshi o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarga konkretni bitta reja kerak. Reja orqali siz maqsadingizni aniqlab olasiz. Kunli qanaqa praktika qilishingiz kerakligini aniqlab olasiz. Darajangizni mana bunaqa bardak bo'lib ketmasligi, ya'ni bolalar aytadi-ku, grammatikam malanda, speakingim yo'q deydi. Mana shu narsalarni hammasini oldini olish uchun sizlarga self study plan kerak bo'ladi. Study plan qilayotganimizda eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu maqsadimizni aniq qo'yib olish. Maqsadimizni aniq qo'yib olish. Prosta tak IELTSdan 9 olishim kerak, 6 oyda B2 olishim kerak degan narsalar emasda, konkretni smart qilib maqsad qo'yishimiz kerak. Smart maqsad qo'yishni ko'pchiliklar bilasizlar, bilmaydiganlar uchun eslatib o'taman. Smart maqsad bu har bitta mana smart so'zini har bitta harfi bittadan bittadan so'zi ma'nosini bildiradi. S bu specific, ya'ni maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Siz aniq nimani xohlayapsiz? Aniq sizga sifr kerakmi? Aniq sizga IELTS kerakmi yoki siz maqsadingiz prosta 3 minut davomida ingliz tilidan to'xtamasdan gapirishmi? Shu narsaga oydinlik kiritib olishingiz kerak. M bu measurable, ya'ni siz maqsadingiz o'lchov birligi bo'lishi kerak. Siz bilishingiz kerak, mana maqsad IELTSmi? IELTSdan necha? Maqsad sifrmi? Sifrdan necha? Speakingdan gapirishmi? Qanaqa turda gapirish? Iminda misol uchun boya aytganimdek 3 minut gapirishmi yoki siz 2 minut to'xtamasdan gapirsangiz ham sizga yetadimi? Shu narsaga o'zingiz uchun oydinlik kiritib olasiz. Bu achievable. Bu eng muhimi, ko'pchiligimiz shunda xato qilamiz. Maqsadingiz konkretni siz erisha oladigan maqsad bo'lishi kerak. Orzu havas qilib, prosta men 6 oyda IELTSdan 7 olaman, 9 olishim kerak deydigan bolalarni ko'pchiligi IELTSdan 4 ham ola olmaydi. Bu relevant, ya'ni siz qo'yayotgan maqsad sizga o'zi qanchalik kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Ko'pchilik prosta xayolida, ingliz tilini bilsam yaxshi bo'lardi, agar mabodo ingliz tilini bilsam oyligim ko'payardi deydigan bir quruq maqsadlarni qo'yishadi-da. Vaholanki oyligingizga o'zi rostdan pribavka bo'ladimi? Qo'shib bersa necha pul qo'shib berishadi. O'zingiz uchun konkretni aniqlik kiritasiz, nima maqsadda shu maqsadni qo'yayotganligingizni. Bu time bounded, ya'ni siz qo'yayotgan maqsadingizni konkretni bir vaqt bilan belgilashingiz kerak. O'zi yuqoridagi aytilgan narsadan qilsangiz, vaqt o'z-o'zidan kelib chiqadi. Odam taxminiy bir vaqtda qo'ya oladigan bo'ladi. Maqsadimizni cho'tki qilib aniqlab olganimizdan keyin endi o'zimizni analiz qilamiz. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu darajalarni aniqlab olasizlar. Ko'pchilik darajasini aniqlayotganda o'ziga ozgina kattaroq baho beradi. Men shu yerda maslahat berardimki, darajalarni bitta pastga tushirishi. Shu orqali sizlar kam postinglarni to'ldirib ketasizlar. Bu vaqtdan yo'qotib qo'yishga kirmaydi. Navarot sizlarni vaqtinglarni yutishga, keyinchalik har xil kelib chiqadigan muammolarni, qiyinchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Ikkinchisi, qaysi skillda oqsayotganinglarni aniqlab olasizlar. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilarda o'zimizni ko'radigan narsa bu grammatikasi yaxshi bo'ladi, lekin odatda speakingi past bo'ladi. Shularni o'zingiz uchun bir balli sistema qilib olsangiz bo'ladi. Misol uchun grammatikam 10, writingim tam 7, speakingim tam 6, listeningim 8 va hokazo. Imini qaysi skill bo'yicha sizlarga ko'proq urg'u qaratishga kerakligini o'zingizga bir aniqlik kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Va oxirgi eng asosiysi, qachon shug'ullanishga vaqtingiz bo'ladi. Vaqt tanlayotganingizda men o'zimdan maslahat beraman. Ko'pchilik o'ylaydiki, men ertalab 1 soat, kechqurun 1 soat qilaman ishdan keyin deydi. Elementarniy faktorlarni inobatga olmaydi. Ertalab odamning uyqusi keladi. Kechki payt ishdan keyin odam charchagan bo'ladi. O'zingizga realniy vaqt belgilanglar. Balki sizlar ishxona paytida obedda 15 minutgina vaqt ajrata olasizlar. Balki kechki payt 20 minutgina vaqt yetar. Asosiysi produktivniy ishlash. Ya'ni siz shu ajratayotgan arzimagan vaqtingiz ichida maksimum narsani qilib olish. Shu 4 ta savolga javob berganimizdan keyin o'zimiz uchun aniqlik kiritamiz. Biz qaysi manbadan shug'ullanmoqchimiz? Manbalarni sonini ko'paytirmaslikni maslahat beraman. Bolalar aytishadiki, grammatika uchun Murphyni ishlataman, listening uchun bu kitobni ishlataman, speaking uchun bu kitobni ishlataman. Bolalar bu narsa kerak emas. Hamisha bergan maslahatim Oxford University Press'i General English kursidan shug'ullaninglar. General Englishda sizlarga bitta plus tomoni shundaki, General Englishda siz o'rganayotgan yangi mavzuyingizga sizga praktikalar beradi. Bitta grammatikani o'rgandingiz, bitta mavzuni o'rgandingiz, o'sha bo'yicha siz reading o'qiysiz, listening qilasiz, speaking qilasiz, writing qilasiz. Ya'ni bittada hamma 4 xil skillingiz ustida ishlash imkoniyatini beradi. Undan tashqari, aynan sizning darajangizga moslangan listeninglarni tayyor metodistlarni o'zi sizga tayyorlab beradi. Ya'ni siz o'zingiz uchun o'zingiz bilan bunaqa terib olishingiz kerak emas. Bu yerda yagona narsa aynan siz qaysi kitobdan shug'ullanmoqchi bo'lganligingizga aniqlik kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Material tanlab bo'lganingizdan keyin o'zingiz uchun dars qiladigan joy tayyorlaysiz. Hech narsa sizni bezovta qilmaydigan, ortiqcha shovqin eshitilmaydigan, oldingiz bardak bo'lmagan bitta joy tanlang. O'sha joyda dars qiladigan qiling. Eng birinchi boshlaydigan narsangiz bu 1 haftalik plandan boshlang. 1 hafta davomida
qaysi kuni soat nechida dars qilishga imkoningiz bo'ladi, vaqtlaringizni belgilaysizda va qaysi vaqtda nimani o'rganishingizni ham yozib boring. Misol uchun men bugun 20 minut vaqt ajratyapman именно vocabulary'imga. 15 minut vaqt ajratyapman bugun именно mana listeningga, mana mashq qilgan. Lekin bu yerda bitta narsani aytib qo'ying, ko'pchilik mana shunaqa holatda xato qiladigan narsasi mavzudan ketma-ket yozib ketadi. Gash unaqa emas. Ikkita mavzu yozdingizmi, yangi mavzu, 3-kun qaytarish qiling, takrorlash qiling. Ikkita mavzu yozdingizmi, yana takrorlash qiling. Takrorlash. Revision ingliz tilini siz qaytib esingizdan chiqarib qo'ymasligingizga. O'rtada nimadir bo'lib agar pauza bo'lib qolsa, voy yana qaytadan boshdan boshlashim kerak ekan deydigan narsa bo'lmasligini oldini olishga juda ham katta yordam beradi. Yuqorida aytgan narsalarimga amal qilgan holatda agar o'zingiz uchun self study plan tuzadigan bo'lsangiz, inshaalloh natijaga erishishinglar ancha oson bo'ladi. Lekin o'zingizlarning bitta narsani tushunishinglar kerakki, mustaqil tarzda ingliz tilini shug'ullanish baribir o'qituvchi bilan shug'ullanish effektini bermaydi. Chunki o'qituvchi sizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi. Bitta agar xato qilayotgan bo'lsangiz, xatolaringizni sizga aytib turadigan odam faqatgina o'qituvchi-da. Chunki bekorga aytishmaydi-ku, o'qituvchi odammi, o'qituvchi shayton bo'ladi deb. Shu sabab agar siz o'qituvchi bilan self study qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun bizning yopiq Telegram kanalimiz bor, LibHub degan. U kanalda biz sizga yuqorida aytib o'tgan hamma narsani o'z oldindan tayyorlab qo'yganmiz. Tayyor video kursimiz bor, tayyor uyga vazifalarimiz bor, tayyor kitoblarimiz bor. Shunda olasiz, ko'rasiz, shug'ullanasiz. Bundan tashqari support teacherlar, jonli savol-javoblar va hokazo. Men bolalar bilan administratsiya bilan bog'lansangiz, ya'ni to'liq ma'lumot berishadi. Allohdan xayrlisini so'raylar, omadinglarni bersin. Tashab qo'ymaydi emaslik ishonaman.